Nek musiqa bilan qarayki, Barsik suyagini solgani kamek yonidagi shaharikchalar ham kirib ketdi. Ko'rib men zor chidab turdim. Kelinim qanday chidayotganiga hayronman. Shu payt musiqa go'zallarimga yana yengilingni pombasini olib kelgan bo'lsam kerak qizlar. Eri xotinga bemalol to'g'ri keladigan, orgazm his qildiradigan hissiyotni shunaqangi vapshe chotgan oshirib beradigan hechsiz tamsiz qizlar jonlar emas. Eringlarga shundoy choy tomizni berasizlar. Orqanglardan dumga o'xshab yuradinglar qizlar. Kimga kerak emas bunaqa narsa? Qizlarim uchun hissiyatni oshirib beradigan, aloqa vaqtini chozib beradigan, o'zinglar uchun orgazmni his qildirib beradigan, mazza qildirib yuboradigan, miyinglarni dam oldirib yuboradigan o'sha kaplalarim keldi qizlar. Sizlar uchun olib keldim. Erkak kishiga ham, ayol kishiga ham bemalol bo'ladi qizlar jonlar. Tezda olamizan. Narxlari mana tepada yozilgan, hammanglarni yaxshi ko'raman. Effektini sinaganim uchun aytyapman qizlar jonlar. Salom, musiqa tochogini qoliga o'rgatib qo'ygan o'zimni ashaddiy muxlislarim. Negativlarga musiqa taluqli. Bugungi hikoyam vapshe ahviyatni bo'ladi. Ruchnoyni tortmasangiz, plimotingiz musiqa otib aniq ishonchangizni hol qiladi. Tuflab oling, boshladik asallarim. Men 25 yil davomida bu uyda bekalik qildim. Musiqa bolamni voyaga yetkazdim. Emning xizmatini qildim. Qoni-qoshni orasida obroh musiqa izzat qozondim. Shuncha yildan so'ng nihoyat o'g'lim uylandi. Uyimizga yangi musiqa kelin kirib keldi. Mana shu kunlardan boshlab hayotimda o'zgarishlar boshlandi. Kelinim kamoli o'ziga yarasha muloyim, musiqa jimgina bosh egib yuradigan qiz. Dastlabki kunlari juda ko'nglimga yoqqandi. Fayge musiqa bilan emas, soyinligi bilan qalbimni tortgandi. Shu bilan birga men ayolman, musiqa sezgir, har bir mayda o'zgarish ham menga darovinib qoladi. Ayniqsa uyda yillar davomida tartib o'rnatgan musiqa odam uchun har bir gal menga zarba bo'ladi. Kamoli kelganidan bir hafta o'tib uydagati musiqa tushunarsiz mayin shivirlar paydo bo'la boshladi. Buni ilk o'rlari kechalari eshitardim. Go'yo kimdir hovlida pichirlab nimadir derdi. Men 1-2 marta derazadan qaradim, musiqa hech kim yo'q. Bu shivirlar menga tasodif tuygandi. Ammo musiqa keyin bir kuni tun yarimda uyga ketdim. Hovlidan kelgan past ovoz meni o'rnimdan turishga majbur qildi. Musiqa uyinga borib oyista pardani ko'tardim. Kelinim hovli o'rtasida tiz cho'kkancha nimadir qilayotganday edi. Uning qarshisida esa bizning katta qora itimiz Barsik turardi. Barsik oila a'zosi, mening erim uni bolaligidan boqib kelgandi. Musiqa lekin kelinimning bu hayvonga bunchalik yaqinligini men hali ko'rmagan edim. Kelinim musiqa itning bo'ynidan mahkam quchoqlardi. It esa past ovozda uvillardi. Musiqa lekin bu ovillash qo'rqinchli emas, galati mayin edi. Go'yo kelinimni yupatayotganday. Musiqa ularning yaqinlik darajasi menga yoqmadi. Ichimda alla qanday sovuq shubha. Musiqa uyg'ondi. Bu nima bo'lishi mumkin? Dedim o'zimga. Ayolning tasavvuri ba'zan ogidan ozib ketadi. Yillar davomida neni gaplarni eshitganman. Musiqa qon toshqini bo'ladigan fojialarni ham ko'rganman. Shu tun miyada dahshatli shubha ildiz otib ulgurdi. Lekin o'sha payt o'zimni ovutdim. Musiqa yo'q, Kamola bunaqa tubanlikka tushmaydi. Balki qopgandir. Balki uyga o'rganay olmayapti. Balki it bilan o'ynayotgandir. Ammo yuragim ishongisi kelmasdi. Uning itga qarab ogida pichirlab nimadir aytishi, itning unga skalishi, ularning juda yaqin ko'rinishi, musiqa menga tinchlik bermadi. Oha tun jim kuzatib turdimu, ichim-ku otib yonardi. Ertasi kuni musiqa Kamolaga hech narsa demadim. Ammo uni kuzatdim. U kunduzlari odatdagidek ishlarini qilardi. Menga hurmat bilan gapirardi. Hatto bir pastga boshini egib, musiqa, oyi siz charchamadingizmi deb so'rardi. Uningligi ortida bir sir yashirinayotgandek musiqa edi. Men buni his qilardim. Tun bo'lg'ilganda musiqa esa yana shu holat takrorlandi. Kelinim kechasi soatlarda hovliga chiqardi. Atrofga musiqa xavotir bilan qarardi.
Soqollarini cho'ntagiga tiqib pastga qarab yurardi. Barsik musiqa esa qayerdandir birdan paydo bo'lardi. Go'yo ularni bir kuch tortayotgandek. Bu safar oldingidan musiqa ham yaqinroq edilar. Kelinim itning yoniga o'tirdi. Boshini uning yelkasiga qo'ydi. It bo'lsa past musiqa ovozda uvillab uning yuziga suyalar har safar unga tasalli berayotganday edi. Bu manzara ichimni yondirdi. Musiqa axir men uni o'g'lim uchun olib kelganman. Shuni mening tanlagan kelinim. Nega tunda it bilan? Bu savollar musiqa meni tinch qo'ymadi. Kunlar o'tdi, kuzatishim kuchaydi. Shubham esa musiqa tobora kattalashdi. Bir kuni u oshxonada yuvinishga tayyor bo'larkan telefoniga xabar keldi. Ekran yondi. Tasodiflanib qoldim. Xabar kimdandir, musiqa emasdi. Video kameradan kelgandi. Uy hovlisidagi harakat haqida avtomatik musiqa ogohlantirish. Lekin qaysi vaqtda kelganini ko'rib qotib qoldim. Soat 7. Yana o'sha vaqt. U yana it oldiga chiqadigan payt. Demak, u o'zi ham kuzatardi. Nimani kuzatar? Kimdan yashirar? Musiqa bu savollar yana qalbimni tirnadi. Bir kun uydagilar shift o'rnatishayotganida musiqa men tasodifan uning xonasiga kirib qoldim. Stol ustida kichik qora daftar ochiq yotar edi. O'qish niyatim yo'q edi, lekin ko'zim tushib qoldi. Musiqa u yana kechasi chiqdi. Men qoqmayman. Lekin u hali meni tanimadi. Tez orada biladi. Bu satrlar meni titratib yubordi. Bu kimga musiqa qaratilgan? U kim? Nega hali tanimadi? Ko'nglimdagi shubha kattalashib borardi. Kelinimning yuzida so'nggi paytlarda galati, ojizlik, charchoq, musiqa, qo'rquv, bir paytda sirli tabassum ham paydo bo'lgandi. O'g'lim esa hech narsani sezmashidan kech kelib togir, musiqa yotib qolardi. Men esa har kecha uyqudan mahrum edim. Kechalardan biri shunchalik dahshatli bo'ldiki, musiqa men uni hech qachon unutmayman. O'sha tun yotogimdan chiqdim-u yana hovliga o'gadim. Kelinim o'sha yerda edi. Barsik ham. Musiqa, lekin bu safar ular yanada yaqinroq ko'rinardi. Kelinim itning bo'yniga boshini qo'yib olgan. It esa har safar kelinimning yuziga labini tekkazib uvillab nafas olardi. Musiqa men hayratdan qotdim. Bu nima? Nahotki musiqa yo'q. Yo'q. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Shu payt kelinim birdan musiqa titrab yubordi. Qonlarini itning bo'yniga qattiqroq o'rab oldi. Ovoz chiqardi. Uchdek musiqa, ohangdek, ba'zan hatto sekinroq qichqiriqdek eshitilardi. Bu meni butunlay sindirdi. Orqamga musiqa qaytdim, lekin yura olmadim. Nafasim qisildi, ko'zlarimdan yosh chiqdi. Men buni qanday musiqa to'xtataman? O'g'limga aytsam ishonarmikan? Men xato qilyapmanmi? Balki bunga boshqa izoh bordir. Musiqa, lekin ko'rganim oz-kozim bilan edi. Kunlar shu tensiyadan o'tdi. Men asta-sekin Kamoladan uzoqlasha boshladim. Og'zimni tutib tursa ham unga nisbatan ichimda issiqlik qolmadi. Musiqa har bir harakati menga sun'iy tuydi. Hatto u choy, musiqa damlab oya issiq iching desa ham ichimdan bilaman kechasi nima qilganingni derdim. Lekin unga musiqa hech narsa bildirmadim. Sirayotganman, kuzatayapman. Lekin jumboq yechilmayapti. Bir musiqa kuni uyimizga mehmonlar keldi. Biz katta dasturxon yozdik. Musiqa Kamola esa pazandaligi bilan hammaga yoqib tushdi. Hammani ehtiyot qilib, hurmat bilan xizmat qildi. Hammaning ko'zida u ideal kelin edi. Faqat mening dilingina qon edi. Musiqa shu orada hovlida galati izlar paydo bo'la boshladi. Go'yo kimdir kechasi musiqa panjaradan sakragandek chuqur tiralgan izlar. Barsik esa ba'zan tunda gazab bilan hurardi. Go'yo kimdir uni bezovta qilayotgandek. Musiqa men buni ham kuzatdim. Lekin kelinim musiqa tunda chiqishni davom ettirdi. Bir safar o'g'limga aytmoqchi bo'ldim. Bolam, Kamolani kuzatyapsanmi?
Uning kechasi hovliga chiqishlari. Musiqa o'g'lim kulib qo'ydi. Oyi u uyda borishga halikmayapti. Musiqa havo olishga chiqadi-da. Men ichimdan baqirgim keldi. Musiqa yo'q havo olish emas. Men ko'rdim. Men bilaman. Ammo musiqa tilim bormadi. O'g'limning ko'zlaridagi ishonchni sindirishga qoqdim. Musiqa kechalardan biri baribir toqatim toqib oldi. Qalbam chid olmadi. Oha tun jumboqni ochishga musiqa qaror qildim. U kechasi yana hovliga chiqdi. Men ham musiqa ortidan. Lekin bu safar yashirinmasdan hovliga chiqdim. Kamola deb. Musiqa baqirdim. U chochib ketdi, orqasiga o'girildi. Ko'zlari yoshga to'la edi. Barsik esa uning yonida turardi. Musiqa ammo bu safar o'gullamas edi. Gazab bilan menga qarardi. Men og'zimni qo'lga oldim. Nima qilyapsan? Musiqa kechalari it bilan bu holat. Men hamma narsani ko'rdim. Mendan yashirishning foydasi yo'q. Kamola bir qadam orqaga tarildi. Musiqa ko'zlari nihoyatda qo'rquv bilan to'la edi. Oyi, men siz musiqa o'ylagandek emasman. Unda tushuntir dedim baqirib. Nima bu? Nega har kecha Barsik bilan? Kelinim musiqa qo'llarini qaltiratib yerga o'tirdi. Uning butun vujudi titrardi. Musiqa, oyi, men bir narsani yashiryapman. Lekin bu uyat emas. Musiqa, bu gunoh emas. Bu men sizlardan yashirgan dardim. Men tushunmadim qanaqa musiqa dard. Kamola bir zum indamadi. Asta musiqa qo'lini ko'kragiga qo'ydi. Oyi, men homiladorman. Men sekanib ketdim. Xo'sh, bu nima aloqasi it bilan? Kelinim musiqa boshini egdi. Men har kecha qattiq qoqib uyg'onaman. Tunda yuragim qattiq uradi. Qornim tortilib og'riydi. Musiqa, o'g'lingiz ishda bo'ladi. Men esa yolg'izman va o'zimni yomon his qilaman. Musiqa, Barsik esa meni himoya qiladi. U menga qoqmayman, yolg'iz emasan, musiqa deganday sikaladi. Men esa o'tirib yig'lab olaman. Hammasi shu. Men sizga aytmoqchi edim, musiqa, lekin siz meni noto'g'ri tushunasiz deb qoqdim.